3. babımız PHP tilinin asas. Birinci dersimizde biz PHP'ninki belge uslupları bilen tanışıp çıkayla. PHP tili cemi 4 xil uslupda yazıldı. Ularniki birincisi XML uslubu, ikincisi tasvirlash uslubu, üçüncüsü olsa ixcham uslub, dördüncüsü olsa ASP uslubu qatarlıqlar. Yani biz bir yerdə belge uslubu toxtalıb qaldıq. Mən gerçi belge əməllərini tanışdıq olsama, yana bir tanışdırıb ötək. Belge, yani bir aldığın saatlik biz izleyip ötken şu Uygurca çekti PHP'deki vəziyyətini açay. Yani bu yerdəki belgeler olsa, yani belgeler olsa, bu olsa HTML tilinin başlanğanlığını bildirətdə. Yani kiçik belgisi HTML, çoğun belgisi gəlsə bu HTML tilininki başlanğanlığını bildirətdə. Bu nim degan ma'noda ise HTML tilinin başlanğanlığını bildirdiği ma'noni bildirdi. Hem de title. Bu title olsa tema. Yani şu turbetlerge ilaqa www ticket. Şunu havada hatalık bulmuşlar. İcra qilsak bo'ldi. Bir icra qilib o'tay. Qana. Bunun mishatki eng deplam og'risida online mention qur degan gap 12-qurda xatolik bor ekan. Error deganning o'zi xatolik online og'risi mau qur degan ma'noda. Online degan qur 12-qurda xatolik bor ekan. Biz oldingi soatda buni ishtiqlam yozib 12-qurga qaytadigan PHP boshlandi. Biz hozircha xatoliklar bilan karimiz olmay tursin. Belgida yani mushundaq HTML tili boshlandi. Ang oxiridacha HTML tili oxirlashdi. Yani oxirlashganning belgisi olsa, kichik belgisi yan to'siq kelsa har doimo shu munosabat uchurning oxirlashganligini bildiradi. Mana bu bo'lsa bir belgi. Endi o mushu tilda muayyan ma'noga ega bo'lgan bir belgi. Mushu o'zi bo'lsa bir belgi, mushu tilda alohida bir ma'noga ega bo'lgan belgi. Endi biz PHP ning belgisi qo'yadigan bo'lsak, kichik belgisi so'roq PHP. Bu ham harf ham belgilar aralashib keldi, ammo bu bir belgi bo'lgandimi, ya'ni ma'noga ega bo'lgan belgi. Buning ma'nosi PHP tili boshlandi degandan iborat. Bu bo'lsa PHP tili oxirlashdi degan belgidan iborat. PHP tili boshlandi, PHP tili oxirlashdi. Mana bu belgidan iborat. Yani biz yuqorida ko'rib o'tdik, mayli HTML tili bo'lsin, mayli PHP tili bo'lsin, bu ikkisi o'xshashlar alohida, yani yuqori darajalik alohida ma'noga ega bo'lgan belgilardan tuzilgan tildan iborat. Yani bu belgilardan tuzildi, ammo u belgilar alohida ma'noga ega. Dal mana shundaq PHP tilimizga o'xshash belgilardan tuzilgan u belgilarniki alohida ma'nosi bor. Xuddi biz yo'lda minvasak, yo'lda taxtada 80 deb yozilgan yoki bo'lmasa 40 deb yozilgan bu belgining ma'nosi nima desa shu 40 dan oshib o'tmang yoki sur'atingiz 80 dan ishib ketmasin degandek ma'noga ega. Shu HTML tili bo'lsin, PHP tili bo'lsin, bular o'xshash shundaq alohida ma'noga ega bo'lgan belgilardan tuzilgan til. Belgini biz mushunchalik so'zlab o'taylar. Belgi to'g'risida biz mushunchalik to'xtalsak bo'ladi. Bu bizga bek notanish mazmun emas. Shunga belgi ustida men mushunchalik to'xtaldim. Oldin soat darslar kimga yavoz so'rasanglar bo'ldi. Sayyohlar bir qadar sal ajizroq yangidan o'rganishlar bakansizlar. Tushunmagan mazmun bo'lsa har doim so'ranglar. Mayli u hukm balkim bek abstrakt bo'lib ketsin, mayli biz bilaglik darajalab ketsin, biz cho'qim bilgimizcha sizlarningki biliminglarni texmo mukammallashtirishga tirishamiz. PHP tilininki belgi uslublaridan XML uslubi, tasvirlash uslubi, ixcham uslubi, ASP uslubi qatorliq 4 xil uslub bor ekan. Biz bu soatimizda shu belgi to'g'risida to'xtaldik. Kelasi soatdan boshlab belgilarningki uslubi bilan tanishib o'taylik. Bu soatlik darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Darsimizga shuhrat tursin.
PHP öğreniş QQ top numarımız 1939 83 259. PHP tilini öğrenişni xalaydigan dostlarningki topimizga qatılışını qizg'in qarshi olamiz. Xayr xo'sh. İkinci saatlik dersimiz PHP'ninki belgi uslubları içindeki eng muhim bo'lgan XML uslubi. Biz bu saatda XML uslubi haqida to'xtalib o'taylik. XML uslubi bo'lsa PHP'da asosan ishlatilgan, ya'ni 100% ishlatilgan desak bo'ladi. Asosan ishlatilgan uslubdan birisi. XML uslubi biz oldingi soatlarda ishlab o'tgan uslublarga o'xshaydi. Ya'ni PHP'ning asosiy uslubi shu XML uslubi shu. Yozilishi kichik belgisi, so'roq belgisi PHP. Dalmish shu PHP. Kichik belgisi, so'roq belgisi PHP. Bu PHP tili boshlandi degan ma'noda, bu bo'lsa so'roq belgisi, cho'ng belgisi bu PHP tili oxirlashdi degan ma'noda. Biz shu soatda XML uslubi to'g'risida tixmi inchiklab to'xtalib bir ulgu misol ishlaylik. Biz oldingi soatlik darslarda bir tal PHP mulozim turi qurgandik, ondan PHP tur vajdi qurgandik. Men bu soatda tur vajdini yana birini quray. Tur vajdini birini qurish uchun mouse'ni o'ng tarafini chekib, bundan new yangidan qurish, yangidan hozir biz tur vajdi qurmoqchi. Tur vajdi deganimiz filedan, hujjatdan yangidan qurish, yangidan local PHP project PHP tur vajdi qurish. Bu ekandan keyin tur vajdi ishida, tur vajdi ishida birinchi tur bo'lsa project name. Mao dialogramkaning ismini biz yangidan PHP tur vajdi qurish dialogramkasi deb ataymiz. Buning ichidagi birinchi tur bo'lsa project name, turning ismi. Turning ismiga men misol o'z deb qo'yay. Bu ikkinchisi bo'lsa location o'rni. Ya'ni shu tur vajdining qaysi o'ringa saqlaysiz, shu mundarsini ko'rsatib deb ataydi. Biz bu yerdan ko'rsatib o'zimizningki bundan yana browser açıp bu ko'z yugurtgichdan o'zimizning yayliq IPM server ni saqlagan diskidagi IPM serverning ichidagi 3W mundarasining ichidagi h-docs saqlaymiz. Mutlaqlashtirishni başlaymiz. Her daim esnalard bo'lsin, tur vajdi bo'lsin, mayli PHP vajdi bo'lsin. Biz yazganki turbatlarning hammasi har doim IPM serveriningki mundarsasiga 3W mundarsasiga h-docsga saqlanadi. Endi 3-chi tur bo'lsa PHP server, PHP mulozim turi. PHP mulozim turini tanlaydi. Biz oldingi soatlarimizda bir mulozim tur qurgan. Hozir bu yerda default PHP web server sistem o'z ta'minlagan PHP'ninki tur mulozim turi deydi. Biz buni sistem o'z ta'minlagan ishlatmay, oldingi soatda men qurib bergandik, shu qurganni ishlataylik. Navada oldingi soat darsimizni aniq ko'rgan bo'lsanglar, sizda bo'lmasa, shu IDD server deblam mulozim qo'shni bisib birini qitib olsanglar bo'ladi. Content ya'ni mazmunda biz odatda til ishlatamiz. PHP'lik betlanasigan basic tillaymiz. Seni framework bo'lsa bu Ramka, biz Ramkaga hozir tushundik, buni bu yer bilan yapışib sanlar bo'ladi. Bu yerda version nashrda mendaq bir qanchalar nashr va hozir men 5.6 ni ishlatishinglarni yoki bo'lmasa 5.5 ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Biz 7 ga o'tmadik. Shunlashqa PHP dan 5.6 nashrini talab qilsak bo'ladi. Undan keyin biroqla finish misallanma mayli, yoki next misal finish misallanma mayli. Misal 3 degan bir tur vajdi qo'yildi. Bu tur vajdining ichiga har doim index deydigan shundaq bir hujjat quriladi. Bu index PHP degani dal PHP kod yozilgan hujjat. Endi har doim tur vajdi qo'yganda biz mandaq PHP include pass PHP language library degan shundaq ikki hujjat qo'yilib qoldi. Bu ikki hujjat bo'lsa PHP hujjatningki saqlangan mundarisini PHP hujjatningki tanshaklarini saqlaydigan hujjatdan iborat ikisi. Shunlashqa ikki hujjatda bu ikki hujjat bo'lsa PHP'ninki saqlangan o'rnini PHP hujjatningki tanshaklarini, xosliqlarini o'zaro saqlab turgan hujjatgan deb tushunsanlar bo'ldi. Bu ikki hujjat to'g'risida biz aniq to'xtalmaymiz.
aniq to'xtalmaymiz. Bek aniq to'xtalsak PHP include pass deganda PHP'lik hujjatlarniki saqlangan o'rnining mundarisi saqlanib turdi deb tushunsak bo'ladi. PHP language library deganda PHP'lik hujjatlarniki xosliqlari, uniki tangshaklari saqlanib turgan yoki sistemaniki tangshaklari saqlanib turgan hujjat deb tushunsak bo'ladi. Mush ikkisini mushunaq tushunib turasizlar, biz bu ikkisiga tegmaymiz. Index PHP'da odatda normal ahvolda mana mushunda qurildi. Bu bo'lsa XML uslubida qurilgan belgi uslubi. Men buni axlashtirish bo'lsa so'roq belgisi cho'ng belgisi edi. Men buni tushirib shu bir ikki qo'y rayoniga PHP kod yazsam bo'ladi. Men bu yerga hozircha qilib eco bo'lsa chiqarishimizni har doim yodimizda tutsin. Eco eng muhim. Eco bizning PHP tilidagi eco sil tilidagi printf bilan asosan tanglash munosabatda, ya'ni chiqarish degan rolni o'ynaydi. Bizning eco jumlamiz turbat yuziga bisib chiqarishda intayin muhim. Eco ustinkini qo'sh ichiga hamda chiqaradigan mazmun yazsak bo'ladi. Bu bo'lsa, men bu yerga bu bo'lsa XML bu bo'lsa PHP tilining belgi uslublari tilining XML belgi uslubi deb shunday qilib qo'yay. Demakchilik bu yerda PHP bu bo'lsa PHP tilining XML belgi uslubi. Ya'ni XML belgi uslubi qanday boshlangan esa kichik belgisi so'roq PHP degan xat yozilib, oxirlashtirish belgisi shu so'roq cho'ng belgisi keldi. Bu bo'lsa shu belgining uslubini biz XML belgi uslubi deb atadik. Men buni saqlab ijro qilay. Bu yerda oqbat chiqibdi. Oqbat chiqishining sababim shu. Biz buni saqlamag'ach oqbat chiqqan. Hemen bir yerga saqlab o'tay. Navbat bizni saqlamagan bo'lsak, dal sevdiğin yoruydu ama aldık. Endi biz buni birini saqlab etdim. Hozir saqlab etdim ama o'zgarish yo'q. Endi yana birini saqlayman desam, sev yormaydi. Ama boshqadan saqlash degan yo'q. Boshqadan saqlashga buniki biz kengaytirilgan namini boshqa qilib saqlab olsa bo'ldi yoki boshqasi bilan saqlab olsa bo'ldi. Sevdiğin yormaganning o'zi bir o'zgarish yo'q degan ma'noda. Endi men buni run as yani ijro qilishdan biz PHP web application Tor programları altında icra qilishni tanlab ijro qilib ko'raylik. Bu bo'lsa PHP tilining XML belgi uslubi. Demakchilik bizniki XML uslubi bilan to'lishimiz va program ijro qilishimiz muvaffaqiyat bo'ldi. Bu mushu soatlik XML uslubi to'g'ri so'zlaydigan mazmunlar tugida XML uslubi bo'lsa PHP tilining asosliq uslubidan birisi. PHP tiliniki belgi uslublarisidagi eng muhim, eng asosliq ishlatilishi eng ko'p bo'lgan uslubdan birisi. Har doim biz ishlatganda XML uslubini ishlatamiz. Saqdoshlarning ham shu XML uslubini ishlatishni men umid qilaman, ham tashabbus qilaman. Mushu soatlik ya'ni XML uslubi to'g'risida to'xtalgan darsimiz shunga oxirlashdi. Ders sözlüğü siparat dursun. PHP ügünüş kökü top numarımız 1939 83 259. PHP ügünüşünü kalaydıgan dostlarınki kökü topumuz kıtılışını kısın karşı alımız. Hayır hoş. 3. babımızınki 3. saat dersi PHP'nin belgi uslubları içindeki 2. uslubu yani tasvirlaş uslubu bilen tanışıp çıkmaz. Yani tasvirlaş uslubu bir kadar bu mu köp işletildi ama qandaq yerlarda köp işletildi deganda biz JavaScript tilda ko'proq ishlatildi. Biz PHP'da ishlatamiz ama PHP'dagi ishlatilishi ozroq. Tasvirlash uslubining ishlatilishi mana bunday bo'ldi. Script ya'ni kichik belgisining ichida script bo'lsa tasvirlash degan ma'noda language tang PHP. Language bo'lsa til degan ma'noda. Mana kelganda masalan language tang PHP deb gapda bu PHP tilni ishlatdik degan ma'noda keldi. Navbat bu yerda JavaScript bo'lsa shu JavaScriptni ishlatdik degan ma'noda.
bu yerga PHP tilininki kodlar keldi. Script oxirlashdi. Ya'ni bir tasvirlash jarayoni shundan oxirlashdi deganlik. Yani biz shu tasvirlash uslubi dan foydalanib bir ulgumsal ishlab chiqaylik. Bununla 3-cü turga bir tal PHP yangi ölçütünü birini qo'yaylik. Bunun uchun mouse'ni o'ng qilib chekib, yangidan PHP fayl buni qurib, bu yerga men bu yerga buni to'liq ochirsak mayli. Bu tasvirlash oldi men bu yerga tasvir deblam checked PHP. Shundoq bir kengaytirilgan nom checked PHP har doim unutilib qolmanglar kirgizishni. Yoki tayyor bo'lsa buni o'chirib etmay yazsanglar bo'ladi. Hemen arkadaşlar degan biz bilan tasvir deblam bir shu betni birini qo'ray. Endi biz men o'chirtaylar. Tasvirlashnikka uslubim menda qo'yadi. Uni kichik belgisi, undan script. Undan language. Language bo'lsa til deganmanda bu Aslında işletmez. Biz PHP tilini işletgeç bu işte arkadaşlar hem de bir yerge basa PHP tilinin kodları kildi. Biz aldan PHP tilinin kodlarını yazıp duray. Equal bu basa PHP tasvirlash uslubi. Script cümlesi oxirlashdi. Oxirlash bo'lsa oldidan yan to'ssak script. Biz buni hozir saqlab ijro qilib o'tamiz. Endi ijro qilishda biz başdan axir birinchi xil usulni qo'lga kelgan, ikkinchi xil ijro qilish usuli bo'lsa run, ya'ni ijro qilish degan ma'noda. Biz hozircha ikki ko'znak bilan tanishib o'tdik. Uch ko'znak bilan. Birinchisi window ko'znak degan ma'noda, ikkinchisi run ijro qilish degan ma'noda, uchinchi tizimlikimiz bo'lsa file hujjat degan ma'noda. Hozircha shu uchniki ma'nosini bilib tursanglar bo'ldi. Qolganlar bilan aldirma tanishib olamiz. Tuqmasak o'rganib olamiz keyincha. Rundan run yani icra qilish degan ma'noda. Buni bilib olgandan keyin endi ma ko'znakdan altnaqli soatlarimizda o'rgangan ko'znaklar o'xshamaydi. Buningda run as yani ijro qilinish shakli bo'lsa PHP web application. PHP web application deganimizning ma'nosi PHP tor programmalar holatida ijro qilish degan ma'noda. Buningdan o'qiyni biz jazmlashtirgandan keyin Firefox tor ko'rgazmamizda bu mazmun chiqdi. Bu yerda eco bu bo'lsa PHP'ninki tasvirlash uslubi deb chiqibdi. Bu bo'lsa PHP'ninki tasvirlash uslubidan iborat. PHP'ninki tasvirlash uslubidan iborat. PHP'ning tasvirlash uslubi bu script language'dan PHP, ani PHP'ning kodi script oxirlashdi. Bu odatda tasvirlash uslubi JavaScriptlik hujjatlarida ko'proq ishlatildi. Biz odatda bu yozilishi ham bir qadar murakkab ekan, qarasanlarmi. Biz tashabbus qilmaymiz, pek ko'p ishlatmaymiz, ammo shundoq bir uslubniki barligidan saqlashlar xabar topib qolsak bo'ldi, uqtilam qolsak bo'ladi. Bu saatlik dersimiz müşahede arkadaşlar. Ders sözlerine çıkıyor dursun. PHP günüz küçük top numarımız 1939 83 259. Hayır hoş. Dersimizden 4. saatlik derste biz PHP'nin belge uslubları işledik ki Xisham belge uslubu da sözlerimiz. Xisham belge uslubunun ki başlanışı yani kılıbı ama mındaq kichik belgisi, so'roq belgisi. Aldığın saatlik dersimiz öğrengenlerge biraz o'xshamaydi. Bu ixcham boshlanish belgisi mana shundaqlam, oxirlash belgisi bo'lsa mana shu holatlarkenda. O'rtada PHP jumlalari keldi. Buniki tarkib tepish usuli mana shundaq. Biz shu usul soatda ixcham usuli bilan tanishaylik ham ixcham uslubni qo'llanib turib bir ulgumsal ishlab chiqaylik. Biz Zenda Studio yumshoqdan ochgandan keyin biz onun üstüge bir betnin birini kurayman.
yana misol 3 degan tur o'lishning ichiga PHP'lik betdan birini qo'yaylik. PHP file. Bu inshoalloh mayli bo'laversin. Qo'ygandan keyin ma'lumot chiqarib berdi. Men bu holatni o'chirib hamda ixcham holatda bo'lsa uning boshlanishi kichik belgisi, so'roq belgisi. Biz PHP degan yo'q. Buni tushirdik. Şimdi o'ttirdi bo'lsa PHP jumlalarini yozish o'rnatdi. Mana 2-3 qurlar bo'lsa PHP ni jumlalarini yozish o'rnatdi. Men bu yerga equal deb yozgandim. Buning ichiga bu soatlik darsimizda endi biz ixcham uslub bo'lg'achqa bu bo'lsa ixcham uslubi deb musholatni yozay. Mush jumlani biz ijro qilib ko'raylik. Buni saqlab etdim. Saqlab etgandan keyin ikkinchi xil usulimiz bo'yicha ijro qilay. Run ijro qilishdan ijro qilishmasdan. Bundan PHP web application, PHP Tor programlarni ijro qilaman. Okeyni biz bitib chizmishtirdim. Endi qaraydigan bo'lsak, bu bo'lsa ixcham uslubi deb chiqibdi. Men bularni o'chirib biz uyg'urcha chiqarib boqaylik. Uyg'urchalar chiqarish uchun biz oldin soatda deb o'tib ketgan har doimo batning xosligidan batning kod bir taraf qilish shaklining UTF-8 holatda bo'lishi talab qilinadi. Shundaq bo'lgan xulosada andin bizning shunaqa holat bo'lganda shakllanganda andin bizning shu hozir tur bitimizning xosligi, ya'ni batninki kod bir taraf qilish shakli bo'lsa UTF-8 holatda. Ya'ni bizning uyg'urcha xatlarimiz bat yuzi normal chiqadi degan gap. Endi ulgu misollarni shundaq uyg'urcha xat chiqib ishlasam bo'ladi degan savqdashda har doimo shu bizningki batning ustiga mush kodni yozsanglar uyg'ur chiqadi. Aslida cho'qim men HTML da xila bir saviyalar bor deb qarayman. Chunki HTML da saviya yo'q turib boshqa ASP yoki PHP o'rgangan bo'lmaydi. O'rgangan taqdirdami biz Japanni bektatib qolamiz. Chunki HTML o'rganmasak tika, HTML o'rganib bo'lgandan keyin yana u PHP yoki ASP o'rganmasak tika. Shundan men PHP o'rganguchni yoki har qachon bir texnik o'rganguchniki cho'qim HTML da asos bo'lishi kerak deb qarayman. Endi men bu yerga hozircha shu jumlaning o'rniga bu bo'lsa ixcham uslubi deb yozay. Hemen kirgizishimning oldidan shutday. Uyg'urchalarda bu bo'lsa ixcham uslubi. Buni men bir saqlasam, saqlatib endi ijro qilay. Endi ijro qilib kelsam, run bundan bu bo'lsa ixcham uslubi deb chiqibdi. Endi hozir men xatlar to'g'ri, ammo ko'rinishi bir qadar satroq. Biz buni keyin bat yuziga vaqtida batga kod orqali tanishtirsak bo'ladiki, shu HTML o'rgangan bo'lsanglar, HTMLdan font familyni tanishtirsanglar bo'ladi. Bu yerdan biz hozirgi maqsadlarimizda PHP bo'lgach HTMLni jiq to'xtalib o'tmaylik. Font familydan o'zinglar yoqtiradigan alkatib talamsizlar yoki UKG talamsizlar, shuni tanlab tanishtirsanglar bat yuzidagi maqsad manda chiqib qolsa mayda o chog'da. Hozir men ma'niki biz oldingi soatlarda xatning cho'nkichiligini ishlatilgan xatning uslublarini biz tanishib o'tgachga hozir maya ma'batda chiroyli ammo tur ko'rgishda chiqib qoldi. Buni boshqa tanishish uslubi bor. Chunki biz sistemaning o'zida xatning cho'nkichilik bilan xatning uslubini sistemaning o'zida tanishdik. Ammo turbatniki tanishmadik. Turbatniki tanishish uchun cho'qim bir yerda biz kod yozishimiz kerak. 4-chi soatlik darsimizda ixcham uslub bilan tanishdik. Ixcham uslub bilan tanishimiz mushayakchi bo'lsa, 4-chi soatlik darsimiz oxirlashdi. Dars o'zgacha tursa
Yana PHP öğrenişini xalaydigan do'stlarningki Qq top numarimiz qatnashishini qizg'in qarshi olamiz. Ders mushu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh. 5-chi soatlik darsimiz PHP'ninki belgilar ishidagi eng oxirgi ham eng ta'sir bo'lgan uslubdan birisi ASP uslub. Bu uslubni ishlatish bir qadar oson. Ammo buni cho'qim bir biz ishlatishdan burun tanishtirib va shu tanishliklarni tanishtirishimiz kerak. And ASP uslubu to'xtalsak, ASP uslubini qilib bo'lsa, biz nima uchun ASP uslub deb ism qo'yib qo'ygan degan vaqtda buning ishlatilish belgisi ASP'niki boshlanish va oxirish belgisiga o'xshaydi. Ya'ni kichik belgisi percent belgisi, oxirish bo'lsa percent belgisi, cho'ng belgisi. Ya'ni bu ASP'niki belgisini qo'llangan, shunga biz buni ASP uslubi deb atagan. Hamda ASP'niki qilipi mush bo'ldi, ammo biz uni ishlatishdan burun cho'qim PHP ticket ayna degan shu PHP'niki tanishlik rejitidan ASP'niki belgisini echitishimiz kerak. Buning uchun biz oldi bilan Apache'ni qo'zg'atib IPM server, yani IPM serverini qo'zg'atib IPM serverniki PHP ayna degan ishlaydi. PHP'ni ta'riflashdan, ya'ni PHP o'zining tanishliklarini ta'riflash degan ko'rib, buningdan biz oldin izlab olmoq bek avarchilik buni izlab olmoq. Qalaydigan bo'lsak, buningda bir batman ASP'-niki yoki PHP'-niki belgilarniki holatlari bor. Bu yerga qalaydigan bo'lsak, ASP tags off, ya'ni ichilmagan. Yana bu shu asosiy holati bo'lsa etikalat. Biz shu ASP'-ningki belgisini uslubini tags degan bo'lsa, tags degani belga degan ma'noda, belgilar degan ma'noda. ASP tags bo'lsa ASP uslubi yoki ASP'lik belgilar degan ma'noda bildirdi. Endi biz shuni aniqlab eshitgandan keyin aniqlab men eshitay. Mana bu ne belgisi esa endi bu ichildi, ammo bu ichildi hozir holatda ochiq. Ama bunu birini saqlab, cho'qim saqlaymiz. Bo'lmasa qilg'ashimiz bekor bo'ladi. Saqlab qolsam anda deganlarda. Biz bu ASP'ning tagisligini topmoq bir qadar qiyinlashadi, chunki bu menda izmek bir qadar avarchilik. Navaslar topolmasanglar, tayyorlashdan yerda izlash, izlash degan bir qo'sh shuningdan ASP aslında tags deb shuni birini besib izlash degan buyrukni ko'rinmoqda. Mana bu chiqdi. ASP tags degan shu buyrukni bir nuqanki izlab bu da buni off itikalatda hozir biz on qilib ochdik. Shuni ichib birini saqlab etgandan keyin mal ko'zakdan chekinib chiqsanlar bo'ladi. Ammo biz buni tanishish ilib oldik. Ammo bu tanishish kuchga ega bo'lish uchun cho'qim bizniki Apache'ni, ya'ni bizning mulozimimiz Apache shu, buni bir qator qayta qo'shish kerak. Endi qayta qo'shishda biz faqat bu yerga chiqmay, bu yerni biz eng oddiy holatda usul bo'lsa, bir qator mulozimat qilishni to'xtatib buni. Chunki agar qolsak PHP ayna o'chda o'zgartirildi deb chiqdi. Biz buni hozircha bir to'xtatgandan keyin bu hozir qatta endi. Bilan kompyuterning saplimlari haqiqatan backup tuvan. Ammo nimishqida o'zim bek yuqori darajadagi yumshoq tildan ishlashga amroq bo'lg'achqa bek asallam qatida. Hozir mana Allarpun xizmatini to'xtada bir qator shu ich degan yana birini besatgandan keyin endi bizning qilgan boyaq tanishaklarimiz rasmiy kuchga ega bo'ladi. Endi biz darsimizga qaytib kelsak, ASP uslubida biz bir ulgumsizlar ishlab chiqaylik. Men 3 turga bir PHP widgetni birini quray. Yangidan qurishni PHP widgetda PHP file. Buniga men miyada ASP deblam ticket PHP deb bunda PHP'lik widgetni birini qurdim.
Bunu da finish axırlaşdırış degeni biz bilan axırlaşdırayıq. Biz mau nimaning uslubi desanglar, bu XML birinchi turda biz o'rgangan XML uslubida biz o'rganganimiz ASP'lik olğaçqa ASP belgisidan keladi. ASP'ninki boshlanish belgisi olsa, kichik belgisi, percent belgisi, axırlaşdırış belgisi bo'lsa, percent belgisi, cho'ng belgisi mandaq keladi. Hamda shuni o'tirg'a biz hozir PHP'lik programlarni yazsak bo'ladi. PHP'lik programlarni men yozib ijro qilay. Equal shuni axırlaşdırayday. Buning ichiga bu bo'lsa ASP uslubi. Men buni saqlayday. Saqlayotgandan keyin yana men qalayday bu albatta qo'zg'alib bo'libdi. Saqlayotgandan keyin ijro qilay. Qandaq men cho'qim 5 olsun. Endi men buni ijro qilay. Bu bo'lsa ASP uslubi deb chiqibdi. Chiqqanimi bu chiqishi to'g'ri. Bunaqa chiqish natijasi to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Endi men bu yerga uyg'urcha qilib chiqib boqay. Uyg'urchada normal tonuydi. Uyg'urcha qilishda biz oldin soatda o'tgandek betning xosligining kodlarni bir taraf qilish shaklini, ya'ni charset koddan bir taraf qilinish shakli degan bo'ldi. Bu UTF-8 holatga to'g'rilatdik. Hozir endi meta oyati boshlandi. Oxirida sizlar metani ayrim qilib biz oxirida yantusizaq alınkin bir tal cho'ng belgisi qo'shaqlan bo'ldi. Meta oxirlashgan bo'ldi. Bu bir belgilashimiz oxirlashgan bo'ldi. Shu belgilashning o'zi har doimo nima belgilash desanglar, shu betning xosligining kodlarni bir taraf qilinish shakli bo'lsa, UTF-8 holatda degan ma'noni bildirdi. Bizning yiziqimiz UTF-8 degan shu rayni bo'lsa, endi biz o'zimizning yiziqimiz yazsak, bet yuzda qalayimqon ko'rinmaydi demakchilik. Ya'ni bu bu yerga biz uyg'urcha yazsak bo'laverdi. Endi bu bo'lsa ASP uslubi deb bu yerga yozay. Bu yerga men uyg'urcha yozay. Bu bo'lsa ASP uslubi. Endi men shuni faqat saqlayotgandan keyin ijro qilib ko'ray. Run asdan PHP web application. Bu bo'lsa ASP uslubi deb chiqibdi. Hozircha shunday chiqqan to'g'ri, chunki kodni biz shunday yozgan. Biz hozir men mana o'ngishimidim. Alayda bir boshqa ahvol bo'lmag'ach. Bu misol ulgu misol ko'rinish uchun ham shunday yozib qo'ydim. Sizlar o'ngshab ko'rishtirib yozinglar. Hamda bizniki ASP uslubdagi mazmunlar shuni oxirlashda hamda ASP uslubi bir qadar kam ishlatiladi. Chunki nimishqa deganda biz so'zlab o'tgandek ASP uslubini ishlatish uchun cho'qim ASP tagsni biz PHP ayna degan PHP'niki tashaklarni tashiydigan hujjatni ichishimiz kerak. Bo'lmasa ASP uslubini ishlatamaymiz. Sizlar faqat birinchi uslub, ya'ni XML uslubini ham ishlasanglar bo'ldi. Biz shu XML uslubini ham ishlatishni tashabbus qilamiz. Chunki nimishqa deganda birinchidan u PHP tiliniga asosiy ishlatilgan uslub ham ko'rinishimi yorqin, ko'rkamlik bir qarash qilarkanda uning shu uslub qalablan PHP tiliniga kod yoziliq ekanligini biz uqalaymiz shuni qarab. Biz faqat shu 4 xil uslub ichidan sizlar XML uslubini ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Boshqa uslublarni baliqni uqasak bo'ladi, ammo boshqa uslublarning ishlatilishini men tashabbus qilmayman. Birinchi xil uslublarni ishlatsanglar bo'ladi. Shu 4 xil uslubda sizlar imkon bor bir isonat qilish uchun berilgan ulgu misollarni ishlab chiqinglar. Men
kuygu topimizga shu 4 xil uslubda har xil ulgu misollarni laylab chiqarib qo'ydim. Shu topshiriqlarni vaqtida ishlab mansanglar. Bizningki 3-chi babimiz PHP tilning asos birinchi paragrafimiz PHP'ninki belgi uslublari haqida to'xtalishimiz mushiyat oxirlashda. Bundaki biz PHP'ninki belgi uslublari to'g'riq dars so'zlamaymiz. Navada shuning qarta yana masalalar bo'lsa, kuygu topimiz chiqib topda munozara qilishinglar. Ders so'zgach berib tursin. PHP o'rganish kuygu top nomerimiz 1939 83 259. Dersimiz mushiyat oxirlashda. Xayr xo'sh. 3-chi bab darsimizniki 2-chi paragrafi PHP'da izohat jumlasining ishlatilishi. PHP'dagi izohat jumlalari faqat va faqat kodlarning tushuntirilishi bo'lib, kodlarning ust tarafi yoki oxiri qo'yildi. Izohat jumlasi faqat kodlarning rolini tasvirlashni asos qilgan bo'lib, izohat jumlasi ijro bo'lmaydi. Ya'ni bizningki mulozim turimiz izohat jumlasini ko'rganda bu izohat jumlasi ekan deb e'tibor olmaydi, ijro qilmaydi. PHP'dagi izohat jumlalari faqat kodlarning yozilgan vaqti, yozuvchi, ishlatilishi, kodning roli, o'zgartgan vaqt qatorliqlarni ko'rsatishda ishlatildi. Endi PHP tili mundaq 3 xil uslubda izohat jumlasini ta'minlagan. Ular C++ uslubi, Shell uslubi, Citrix uslubi qatorliqlardan iborat. Endi biz bizningki PHP'dagi birinchi izohat jumlasining birinchi usuli, ya'ni C++ uslubi bilan tanishib o'taylik. Hemen mishiyaga yangi bir bettin bir açay. Buningda biz HTML tilidan boshlab yozaylik. HTML tilining kodlaridan boshlab hemen to'liqlab yozaylik. Şeyge benim ösürtüp hemen to'liq başını kelaylik. Masalan bir yer olsa HTML ma'lumot to'liq o'tday. Bo'ldi, biz faqat lozimlik bo'lganlar shundan qilib o'taylik. Birinchisi HTML, ya'ni HTML tilining boshlanganlik va oxirlashganligini bildiradigan ikki xil kod. Ikkinchisi bo'lsa bash sura, ya'ni xat. Bu bash turda bo'lsa boshqa ya'ni kodlarniki musbat yuziga kodlarniki bir taraf qilinish usuli qatorliq usullarni saqlaydigan, ya'ni meta. Buningda biz odatdagi birlarga qimmat shu muhimroq bo'lgan charset, ya'ni kodlarning bir taraf qilinish shakli UTF-8 salat to'g'rilagan bo'ldi. Ondan qalsa title, ya'ni temsi. Title temsi. Bu temsga hozircha www.chekit cg munbar deb yozib qo'ygaч turay. Chekit.com deb. Uchinchilab biz odatda tor bekatlarning ismlarini izlash qulaylik bo'lsin uchun boshqa usullarni yozib qo'ydik.
hozircha biz bu yerga eng oddiy qulay bo'lgan holatda qilib yozaylik. Bu xat tugagandan keyingi mazmun bo'lsa body yana mazmun qismi bizningki torbatlarni yasaq vaqtida chiqadigan mazmun qismi. Bizningki HTML kodimiz har doimo shu mazmun qismiga yoziladi. Biz buni bilib olsak bo'ldi. Bu HTMLni biz qaytlab so'zlab o'tamiz. Bizningki PHP kodimiz har doimo body bilan bodyning ichiga yozilib, bat yuziga urilib chiqadi. Shu body bilan bodyning ichiga yozilib, bat yuziga urilib chiqadi. Endi men PHP kodini boshlay. PHP kodining boshlanishi endi men mishaga xalqan kodlarni yozsam bo'ladi. Biz ayada kodninki bir tep qilinish shakli sharset. Tang UTF-8 deb ko'rsatgan bo'lgach, bu yerga uyg'urcha yozsak bo'ladi. Batninki uyg'urcha yozsak, UTF-8 holat saqlasak, o'zimning ismimni chiqaradigan bir kod yozayin. Eko jumlasi ichiga uyg'urcha holatda o'zimning ismimni chiqarib beray. O'zimning ismimni chiqarib beray. Men shuni saqlab ijro qilay. Saqladim, ijro qilishni bisib PHP application holatda ijro qilay. Buning ijro qilinishiga yana Firefox tor ko'rgishda bo'lg'achqa sirtdagi yana shu Zen Studio'ning ichki qismida emas, balki sirtdagi tor ko'rgishni bu qo'zg'itib bizningki programmamizni ijro qilgan bo'lg'achqa bu vaqt talab qildi. Biz shu qo'zg'ilib natija chiqib bo'lg'ach arliqda biz kodlarniki rolni iqtidorni yana bir men sizlarga ko'rsatib o'tay. Bu natija chiqib bo'ldi. Endi bizningki PHP dagi izohat jumlasiningki birinchi turi bo'lsa, C++ uslubida ya'ni bu taqburliq izohat jumlasi deb ataldi. Endi bu yerda nimishqa taqburliq izohat jumlasi deb ataldi deganda bu faqat bir shu ölçüge algan bir lakinde bir cümleyle köstüdü. Yani muşunun sırtıdaki muşu yanıla köstüdü. Pes kişip geçse bu izahat cümlesi hesaplamaydı o çağda. Dal muşu sızık bağ bir kuruğulam, sızıkla kendik bir kuruğulam ekildi kılıdı. Bir yerge hemen çıkarıp ismimni çıkardım. Çıkardım. Depende alam. İzahat cümlesi verip koydum. Mana bu C++ uslubidagi yana taqburliq izohat jumlasi oldu. Taqburliq izohat jumlasi. Yani bizningki PHP tilimizdagi taqburliq izohat jumlasi ishlatilishi mana shunday bo'ldi. Endi ikkinchi xil usulga kelsak, ikkinchi xil usul bo'lsa setil uslubi, yana ko'p qurliq uslub. Buningda ko'p qurliq uslubda boshlanish bo'lsa, yani tuzsiz yulduz belgisi bilan boshlandi. Hozir men bu yerga başlan PHP tilining ko'p qurliq izohat jumlasi boshlandi deb yozsam, qaraylar, baya faqat ijro qilgan vaqtimda Ferhat Tursun deb chiqqan. Ferhat Tursun deb mening o'zimning ismim chiqqan. Endi men shunday ko'p xatlarni yozatdim, bu ijro bo'lmam deyapman. Men buni saqlab o'tib ijro qilay. Ijro qilsam, ijro qilgan natija bu yanılam chiqmaydi. Nimishqa bu yerga mening ismimni chiqardim. PHP tilining ko'p qurliq
izohat jumlasi boshlandi degan mushxatlar nima uchun chiqmaydi deganda bu hammasi izohat jumlasining ichidagi mazmun bo'lib, izohat jumlasi faqat va faqat shu kodningga rolni, iqtidorni va yoki shu kodning yozilgan vaqti, shu kodning yozuvchi degandek bir qator usullarni ko'rsatib berishlarida rol bor, ya'ni iqtidor bor. Izohat jumlalarni bizningki mulozimlarimiz ko'rgan vaqtda bu izohat jumlasiga deblarni to'naydi, e'tiborga olmaydi, uni ijro qilmaydi. Shuning bilan batnimizda mana bundaq ko'rinmaydi. Ijro qilib bundaq chiqolmaydi batnimizga. Bizningki izohat jumlamizning uchinchisi bo'lsa, shal uslubidagi. Shal uslubidagi. Shal uslubidagi bo'lsa, faqat buni mundaq quduq belgisi deb qo'ysak bo'ldi. Biz buni odatda sharp desangiz mayli yoki PHP-lashtirib shal uslubi deb ham atanglar. Shal uslubidagi. Bu bo'lsa shal uslubidagi izohat jumlasi. Izohat jumlasi. Hamda buni o'xshashlar ijro qilinmaydi. Ya'ni buni saqlab hemen tor ko'rgishda ijro qilsam, buni o'xshash chiqmaydi. Demak biz izohat jumlasininki birinchisi bo'lsa C++ uslubi, ikkinchisi bo'lsa C uslubi, uchinchisi bo'lsa shell uslubidan iborat 3 xil uslub bor. Demak biz shu 3 xil uslub orqali bir tal ulgu misol ishladik. Ulgu misolda ishlash orqali izohat jumlasininki ijro qilinmaydiganligini, ya'ni bat yuziga chiqmaydiganligini tekshirib o'tdik. Endi izohat jumlasining rol qanday deganda, izohat jumlasi faqat va faqat yozilgan mushu kodninki rolni, iqtidorni va yoki mushu kodni yozuvchininki ismi, qachon yozganligi qatorliq usullarni saqlab turishdek bir iqtidorga ega. Masalan, men hozir mana bir kichiklargina bir program, ya'ni ismni chiqarishni iboratdan bir tal programma bo'ldi. Agar deb biz endi cho'ngroq bir funksiya izlab, u funksiyani ko'p xil iqtidorga ega qilsak yoki u funksiya ko'plab 10 qur, 15 qur holatda bo'lib ketgan vaqtida, programmamiz ko'plab ketgan vaqtida biz har bir funksiyamizga iqtidor ko'rsatib qo'ysak, masalan, maniki ismni chiqarish va yoki boshqa funksiyaning bu bunda qizib qo'yay. Masalan, bu yerga ko'p qurliq uslubda PHP widgetninki yoki PHP tilininki nashr usullarini chiqarish. Bu tugagan vaqtda oxirgi qism bo'lsa, yulduz belgisi bir tal mush belgilar oxirlashida bu to'liq bir ko'p qurliq izohatimiz bo'ldi. Mana shunday yozib qo'ysak, biz keyin bu jumlaniki rolni, iqtidorni, mushu kodning iqtidorini bir qarablam uqmagan vaqtimizda biz izohat jumlasi qilib uqsaq bo'ldi. Albatta, hozir biz yozgan bu funksiyalarningki rolni, iqtidorini uqmiz. Biz keyingi qismlarda o'zimiz programma, ya'ni funksiyalarni tuzib programlash qismlarini o'tamiz. Shu chog'larda biz ma'lum bir funksiya tuzgan vaqtida uningki iqtidorini yaniq yozib qo'yib olsak, keyin bizning tushunishimiz oson bo'ladi. Izohat jumlasining rolimi dal shundoq, dal shu yoqqa qaratilgan. Bu soatga yana izohat jumlasiniki 3 xil uslubini sozishimiz mushat oxirlashda. Keyingi soatda biz tixmi ish ko'rib ko'raylik. Xayr xo'sh.